Assalomu alaykum do'stlar. Kumol 2dagi obyektning sinab qoluvchilarini qo'yib bo'ldik. Ishni qaratuvdim taslardan salib beton ekonom bo'lish uchun. Karmik spion qo'yib berajaqmiz bu obyektda. Mana yerdan hozir oxirida qaytadan qo'yib berib beramiz saqlab bo'lsin. Ko'pchilik tushunmayapti biz yerning жұмысты karmik spion qo'yib beramiz, yamasa tayyor beton bilan qo'yib beramiz desek, sonda qalay bo'ladi ол? Siz ne isteysiz degan tushunmagan so'rovlar paydo bo'ladir. Bizning uslubimiz жұмысты tezroq өндіру maqsadida qilyapmiz bu zatlarda. Hozir bizlar Apollo'dan borib qo'lмен bo'lib beradigan bo'lsak, мысалы hozir nerede 70 metr quyayotgan bo'lsak, 70 metrda 3 kunda уже Apollo'larni quyib, bugun 4-kun beton olyapmiz. Al егер қолда bo'lib qo'yadigan bo'lsak, kemінде бұл 3 hafta жүріп biladi bu 70 metr үшін. Sonuç үшін жұмысты өндіру maqsadida karmik yamasa tayyor beton bilan quyib beramiz. Kimga osonday sapalı xizmat kerak bo'lsa, xabarlasa berasizlar. Assalomu alaykum do'stlar. Kumol 2dagi obyektning sinab qoluvchilarini qo'yib bo'ldik. Ishni qaratuvdim taslardan salib beton ekonom bo'lish uchun. Karmik spion qo'yib berajaqmiz bu obyektda. Mana yerdan hozir oxirida qaytadan qo'yib berib saqlab bo'lsin. Ko'pchilik tushunmayapti biz yerning жұмысты karmik spion qo'yib beramiz, yamasa tayyor beton bilan qo'yib beramiz desek, sonda qalay bo'ladi ол? Siz ne isteysiz degan tushunmagan so'rovlar paydo bo'ladir. Bizning uslubimiz жұмысты tezroq өндіру maqsadida qilyapmiz bu zatlarda. Hozir bizlar Apollo'dan borib qo'lмен bo'lib beradigan bo'lsak, мысалы hozir nerede 70 metr quyayotgan bo'lsak, 70 metrda 3 kunda уже Apollo'larni quyib, bugun 4-kun beton olyapmiz. Al егер қолда bo'lib qo'yadigan bo'lsak, kemінде бұл 3 hafta жүріп biladi bu 70 metr үшін. Sonuç үшін жұмысты өндіру maqsadida karmik yamasa tayyor beton bilan quyib beramiz. Kimga osonday sapalı xizmat kerak bo'lsa, xabarlasa berasizlar.